Tog'ora olmoqchi bo'lib yurgan bo'lsanglar, sizlarga aynan mana shu tog'orani tavsiya etgan bo'lardim. Bu tog'oramizni polni komplekti bo'ladi. Stoykali, belni ortmasdan cho'miltiraverasizlar buni. Ichidan mana bunaqa podstavkalar chiqadi. Tog'orani o'zi, so'ng qo'yadigan joylari, gradusniklari bo'ladi. Buni olib tashlasanglar, bola yo'rgaydigan joylari bor. Endi tegi qismida polkalari bo'ladi. Bu narsasini sochuv, yana kiyimlarni taxlab qo'ysa ham bo'ladi. Bu yolg'isi, hamma narsasi mana bu ixcham bo'lib yig'iladi. Mana bu bo'lsa cheligi bo'ladi. Bu ham yig'iladigan. Stoykalarni, mana yoqlarni balandpast qilib olsanglar bo'ladi, o'zingizlarning bo'yingizga mos qilib. Bu yoq tomonda cho'nchaklari bo'ladi. Любой shampun bu narsalarni solib qo'ysanglar ham bo'ladi, bemalol. Temirlar baquvvat ishlangan, sifatlari mo'shniy. Ishlatmayotgan paytingizda shundoq ixcham qilib yig'ib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini skidkada 1 million qilib beramiz. Yangi upakovkada ham chiqarib beramiz.